9. paragraf dersimiz Zen Studio'daki icra qilish bloklarındaki nusxaları, yani usulları demekçi. Zen Studio'da biz aldığın kısımlarını dep ötken, mındaq 3 xil usulda, yani 3 xil usulda. Birinci xil usul bolsa, 3 xil usulda biz programni icra qila oldik. Birinchisi bo'lsa run, yana ijro qilishdan run degan buyruq. Ijro qilishdan run degan buyruq. Yana biz deb o'tgan rundan ijro qilish degan buyruq. Buni ijro qilsak bu chiqdi. Ikkinchi xil usuli bo'lsa, mouseniki o'ng knopkadan tizilma tizimlikdan run as, yana mousen o'ng knopkasi besib chiqqan tizimlikdan run as'dan PHP web application, yani Tor programları oldida ijro qilinadi. Shuni bosgandan keyin yana ijro bo'ladi. Yani bu ikkinchi xil ijro qilish usuli. Uchinchi xil bo'lsa, yana Crosstone'dan foydalanib ijro qilish. Yana dal mush knopka shu. Buni birini chekkandan keyin ijro bo'ladi. Demak, bizningki Zen Studio quroldan foydalanib PHP'lik programlarni ijro qilishning usuli mana shunday 3 xil bo'ladi. 3 xil usuldan sizlar qaysini yoqtirsanglar, bundan keyingi programlash ishlarida bir xil usulni tutib o'rganasanglar bo'ldi. Bizningki bu soatlik darsimiz yana PHP Zen Studio'dagi ijro qilish buyruqlarining nusxalarini o'tishimiz musha daxillashdi. 10. paragraf dersimiz Zen Studio'da kodning to'liqlanish sur'atini oshirish. Biz Zen Studio'ningki kodlarni avtomatik to'plash iqtidori bor bo'lib, biz oldingi soatlarimizda buni so'zlab o'tmagan. Imkon bor biz, chunki shu Zen Studio'ni men sizlarga tavsiya qilishimdagi asosiy sababning birisi yana o'zi qo'l silib kodlarni yozib chiqishdan iborat. Hamda bu soatda biz Zen Studio'ningki kod to'liqlash sur'atini oshirish ustida to'xtalib o'tsak, bu sur'atni oshirish uchun ko'zakdan xosliqdan PHP'ni tanlaymiz. PHP'dan editor, yani tahrirlash degan ma'noda. Bundan content assist degan buton tanlab, bu yerga qarasak 200 qilib qo'ygan, 200 holatda. Yana 200 ni to'liqlaydi. Yani bu suratni sil oshirish uchun odatda men 20 yoki 30 qilib qo'yay. 20 qilsak bo'ldi, 30 qilsak bo'ldi. Buni qo'shib o'tgandan keyin men bu yerga HTML deb yozib qaraydigan bo'lsak, bir batma usullar chiqdi. Biz shu orqali tanlash orqali tez suratda kod to'liqlash maqsadiga yetalaymiz. Bu soatdagi kod to'liqlash sur'atini oshirish qismimiz shu yerda oxirlashdi. 11. paragraf mazmunimiz Zen Studio'dagi betningki xosliqni tanlash. Betningki xosliqni tanlashni biz asli burunlam so'zlab o'tishimiz kerakda. Ya'ni shu yerdagi yana meta charsat deganimiz tan bo'ladi, UTF-8 salat. Yana shu betningki kod bir taraf qilinish shakli UTF-8 salat bo'ldi degan ma'no oldi. Biz shu betningki xosliqni tanlashda biz boya UTF-8 salat saqlamay uyg'urcha vaqtida chiqqan heyliqa UTF-8 salat saqlam degan mazmunda. Yana masalan men bu yerga buni o'chirib turib
equal. Ma ichiga nima Uyg'urcha yozay, Uyg'urcha. Bu inglizcha yazsak chiqmaydi. Uyg'urchasizlar. Uyg'urcha mana yana o'zimning ismimni yozib chiqarib qo'yay. Buni chiqarib inglizcha almashtirib, saq inglizcha almashtirib buni. Mavlatda. Endi buni saqlagandan keyin endi ma uchur chiqdi. Endi betniki yuzini yana biz burunqi holat saqlayversak xatolik chiqadi. Nimishqa degandan biz ma bu Uyg'urcha bizning o'zimizning tilimizda yozgandan keyin bu o'zimizning tilimizga yoziq rayonimiz, ya'ni UTF-8 degan yoziq rayoni bo'ldi. UTF-8 degan yoziq rayoni bo'ldi bizning yoziqimiz. Endi burunqi holat saqlasak xatolik chiqadi. Shunlashqa betda amandaq UTF-8 yoziq rayonidagi xato uchragach UTF-8 holat saqlamsiz degan ma'no chiqdi. Biz bundan UTF-8 holat saqlayman degan bosgandan keyin biz ijro qilgandagi xatolar chiqmaydi. Endi men buningda burun batniki xalqini tanishaytdim. Qandoq tanishayman desak, tashlash usuli ko'zakning xalqidan general buningdan workspace, ya'ni workspace deganimiz shu xizmat boshlig'i degan ma'noda. Workspace taldoq, workspace'dan endi nima kerak? Text file encoding. Amsha coding deb encoding yani shu hujjatninki kod shakli degandan ustun JPG holatdagi nazar masalan shu. Biz buni JPG holat qo'yib turib Uyg'urcha yozsak, boyaqidek xatolik uchur chiqdi, ya'ni UTF-8 holat saqlamsiz unda qolsa deb chiqdi. Biz bu yerdan ashunday uchurlarni chiqiribmi bamsin? Men shu betni qo'ygandagi betni xos qildim, ammo shu betninki UTF-8 holat ekanligini bir taraf qilib desak, u chaqda ko'zlikdan biz other yani boshqa degan talab bundan UTF-8, bu yerda UTF-16 bor. Boshqa turlar bor. Biz bu yerdan tanlaydiganimiz bo'lsa UTF-8 holat. Biz UTF-8 ni tanlaymiz. Shundan keyin biz jazmlashtirishga qilsak, hamda yangi bet qurgandimi betning xalqini tanishsak, boyaq uchur ko'rinmaydi. Chunki biz betning xalqini UTF-8 holat tanishib bo'ldik. Buni ijro qilganda ammo betni saqlaganda xatolik uchur ko'rinmaydi. Bu faqat ammo lekin sistemaning ishidikilam gap. Shu sistemaning ishidagi saqlanish holatidagi gap. Ijro qilish kelganda biz yana HTML to'lg'ashqa iliqma meta charset UTF-8 degandan qo'shib beramiz. Boyaqsa betning xalqini tanishimiz faqat va faqat betninki saqlanish holatiga UTF-8 holat saqlanadi degan ma'noda. UTF-8 holat saqlanadi degan ma'noda. Shu holatda biz UTF-8 holat vaqtida biz Uyg'urcha yozsak, saqlaganda xatolik uchur chiqmaydi. Demaklik bu soatlik yana Zen Studio'dagi betning xalqini tashlash darsimiz bu yerda oxirlashdi. 12-chi paragraf darsimiz Aptanani qachlash. Aptana bu tushuntiruvni talab buniki kodni avtomatik ko'rsatib berish ixtiyoriga. Ya'ni kodlarni avtomatik ko'rsatib berish ixtiyoriga. Masalan, men masalan PHP deb yozgan bo'lsam, hozir mana bu yerda PHP ga oid bir qator funksiyalar ko'rilibdi. Bu biz oldingi soatlarda o'rganib o'tgan, ko'rsatib o'tgan yoki oldingi soatlarda ko'rsatib o'tgan kodni tez suratda to'liqlash ixtiyori bilan munosabatlik ma'lum. Agarda men bu yerdan kodni tez suratda to'liqlash yana PHP'dan editordan content assist bu yerda navod aslida 200 batda hemen navod 200 holat qo'ygan vaqtimda endi PHP info deb yozsam bu chiqibdi. Endi shundaq yana koddan avtomatik ko'rsatib berishda sizlar oldingi soatlik usullarni qilmagan bo'lsanglar, yana oldingi soatdagi shu kodning surati to'liqlashni qilmagan bo'lsanglar, biz shu soatda kodning
yani tuz suratda to'lqinlanadigan qism detalni qashlashni o'rganib o'tamiz. Qism detalni qashlashni o'rganib o'tamiz. Bundan qism detalni qashlash uchun xalipdan new install new software yangi yumshoq detalni qashlash degan tugma tanlaymiz. Tanlagandan keyin biz shu yerga bivas qilib bersak, izib bersakmi bo'ladi. Bivas dalda men shu darslikimdagi originalda shu kuyga to'piq barda shu yerdan tushirilib izib ekranlar bo'ldi. Adres ta'minlaylik. Ya'ni download aptana.com studio 3 plugin install demiş şu. Bunu ben ko'paytib olaman. Ko'paytib ilib shu yerdagi URL adresga chaplab beraman. Chaplab bergandan keyin enterni birdan bosaman. Bu bir qadar uzoqroq jarayon. Bu jarayonda bir qadar saqlab qolamiz. Saqlab qolsak hech qisi yo'q. Shu jarayon bilan biz hamda Aptana bilan tanishib o'tsak. Aptana ya'ni kodlarni biz yozgan vaqtimizda avtomatik holatda ko'rsatib berish iqtidoriga ega. Xuddi biz Gmail'da HTML kodlarini laylagan vaqtimizda yoki kodlarni tuzgan vaqtimizda masalan bir tal rasm qistirmoqchi bo'lsak src deb yoki manba deb bilan ya'ni src deb bosamiz yoki URL deb bosgan vaqtimizda uniki adresini chiqarib beradigan rangni tanlagan vaqtimizda rangninki rang ramkasini ko'rsatib beradigan shunday xususiyatlari var yani Gmail'niki. Yani biz Zen Studio'ga kelganda Zen Studio'ning o'zi shunday xususiyatni ta'minlamagan, ammo qistirmalarni qachlash orqali bir qism kodlarni avtomatik ko'rsatadigan kodlarniki rangini o'xshash bo'lmagan har xil ranglarda ko'rsatadigan usulga ishlaymiz. Bu yerda Aptana Zen Studio 3 deb chiqibdi. Biz buni to'g'ri qo'yayotgandan keyin next keyin qadamni bosamiz. Qashlash jarayoni bir qadar vaqt oladi. Vaqt olsa ammo bu detalning o'zi bek ishlatsa buni qashlaganda tuxum yuqori unumga erishaolamiz. Bundan biz qo'shilman degan I accept qo'shilman degan tanlab finish axlashtirsak bo'ladi. Qashlanish davomi balkim bir qadar uzun bo'lishi mumkin. Sizlarningki uzun bo'lish yoki qisqa bo'lish qalig'ini hamda o'zinglarningki kompyuterlaringizga saplamasiga torniki suratiga bog'lab shu Aptana qistilmasa qashlagan vaqtimizda har doim shu tor muhitida qashlaymiz. Ammo bevosita eng unumli, eng oddiy, eng yaxshi bo'lgan usulni ta'minladim. Uningdan boshqa bir qancha xil usullar bor. Men faqat hozir shu eng oddiysidan dedim. Shu adres orqali bevosita qashlaydigan. Shunga sizlar shunday bir kodlarni avtomatik ko'rsatib beradigan Aptana deydigan bir qistirma detalning borligini, shu detalni qashlagandan keyin kodlarni avtomatik ko'rsatib bera oladiganligini ham kodlarning rangini har xil holatda ko'rsatib bo'ladiganligini uqib olsanglar bo'ldi. Bu bizniki shu 4-chi bob darsimiz butun bir Zen Studio haqida to'xtalganlik uchun Zen Studio'ningki tanishliklari bilan biz hammasi bilan degandek tanishib chiqaylik. Bundan keyingi Zen Studio haqida to'xtalishimiz bo'lmaydi hamda shuning bilan. Agarda Zen Studio haqida yana tushunmagan yerlar bo'lsa, ko'kni top so'rasanglar bo'ladi. Bizniki shu soatlik Aptanani qashlash darsimiz mishiyat axlashdi. Bizniki 13-chi paragraf darsimiz immetni qashlash. Immetni qashlash bir qadar oson, ya'ni oldingi soatlik mazmunimiz o'xshaydi. Immet bo'lsa tez suratda shuni ko'paytirlay. Tez suratda kod to'plash maqsadiga yetkazib bo'lgan bir qistirma detaldan iborat. Biz oldingi soatda o'rganib o'tgan, ya'ni xalif install new software'ni ochgandan keyin shu adresga chaplablikka bersak bo'ladi. Qayta chaplab olay.
ko'paytib oldim. Adresga berib chaplab da kelsak bo'ldi. Enter urdim. O'tgandan keyin shu pending deb biroz saqlash mezgili angacha bu emmetni tifib olsin. Hem emmet biz aldınғы kod tüz suratda kodni to'liqlash maqsadga yetish uchun qilgan bosqichimizdan o'xshaydi. Emmetni qachlasanglar mayli yoki aldingi soatda to'g'ri bosqich o'tgandan keyin keyingidan bosdik. Aldingi soatlarda biz o'tgan kodni tez suratda to'liqlash bosqichini qilib o'tiblarkanda shu holatda ishlatib olsanglar mayli. Qachlasanglar bo'ldi yoki qachilmasanglar bo'ldi. Qachlash bosqichi yuqoridagidek biroz vaqt ag'achqa men bu yerdan to'xtatdim. Demak bizningki ya'ni immatni qachlash darsimiz shu yerda oxirlashdi. Yani darsimizninki 14-ci paragraf darsimiz yani jQuery qistirma detalini qachlash. jQuery qistirma detalini qachlash yani jQuery'ninki bu mushu detalniki roli qandaq deganda biz JS kodlarini yozgan vaqtimizda yoki jQuery texnikasini ishlatib kodlarni yozgan vaqtimizda kodlarni avtomatik ko'rsatish suratni oshirish kodlarni ranlik har xil holatda ko'rsatish roli bor. Biz jQuery'ni qachlasak odatda eng zo'r foydasi shu JavaScript kodlarni yozgan vaqtimizdagi foydasi bo'ldi. Biz adresga ko'chirib olgandan keyin qayta qo'shilib olsin bir qator. Meniki mavi kompüterimniki saptamasa bir qadar tuvan. Ammo ishlatgan yumshoq detalim eng yuqori nashr bo'lg'achqa meniki kompüterim odatda buni tasda so'ratadi. Tasda ijro qiladi yumshoq detalni. Men navoda sizlarningki kompüteringlarning saptamasi haqiqatan yuqori bo'lsa, Zen Studio 13 ni ishlatishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa imkon bo'lsa eng muvofiq deb qaraganim Zen Studio 10 yoki Zen Studio 9 ni ishlatsanlar bo'ldi. Yumshoq detalniki eng yuqori ishlatgandan bir paysa biz yangi bilimlarni o'rgana olamiz, ammo uningki ziyanli qismi bo'lsa yumshoq detalniki sig'imi hadincha cho'ng. Yani dastlab chiqqan vaqtda yoki uning yangi nashrlari to'yangi nashrlar qolganda uningki sig'imi bir qadar cho'ng. Shuningdek meniki kompüterim bu ijro qilish jarayonida bir qadar qatib yoki surat osti bo'lishi normal ahvol. Bu men buni almashtirsam yana o'xshash bo'ldi. Buni ochganda men odatda biz qachlash uchun yana ham o'xshash install new software yani yangi yumshoqdan qachlashdan ochdik. Ochgandan keyin shu adresga biz men ta'minlab bergan adres bor. Men shu hujjatni Word hujjatni sizlarga ta'minlab beraman. Sizlar shu naq adres kiriblarkanda shu adresni biz bilan qachlasanglar bo'ldi. Shu adres shu dokumentni men ta'minlab bilan avatib beraman. Shunga sizlar ansirmay shu holatda tushuntirib olsanglar bo'ldi. Yani bu yerdan Aptana Studio chiqibdi. Buningdan biz next qadamni bizish. Bundan qachlash boshlandi. Meniki sizlarga tavsiya qilganim sizlarniki Zen Studio'ni ishlatgan vaqtida Zen Studio'niki 9 yoki 10 nashrini ishlatinglar. Chunki 9 yoki 10 ningki surati bir qadar tez ishlatishga qulaylik. Men yani Zen Studio 13 da qanday iqtidorlar bor shuni bilish uchun qachlagan yumshoq detalniki odatda bir qadar tuvan yana eng yuqori nashrdan bir daraja tuvan bo'lgan yumshoq detalni ishlatganda uningki suratga foydasi bor. Suratning tez bo'lish tez suratda ijro qilish foydasi bor. Hamda shu men deb o'tgandek sizlarningki
9-10 ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Men dars so'zigachga, ya'ni eng yuqori nashrni ishlatib turib dars sozildim. Bizningki jQuery yumshoqni talimizda qashlash bosqichi yuqoridagidek biz jQuery'dan boshqa ikki qistirma talni qashlag'achqa jQuery'ni qashlash vaqti sal uzunroq bo'lib ketdi. Sizlar men degan shu 3 qistirma talni qashlasanglar bo'ldi va yoki bilibdagi qo'yib atlab o'tib ketsanglar bo'ldi. Bizningki jQuery qistirma detalni qashlashimiz vaqt nasib bilan, ya'ni sizlarning vaqtinglarni ammasi uchun shu yerda oxirlashtirdim. Kelak soatlik darsimiz ko'rishaylik. Bizningki 15-paragraf darsimiz Zen Studio'ni xanjishlashtirish. Endi bizningki Zen Studio haqida to'xtalib o'tdik. Zen Studio'niki ingliz nusxasini ishlatib kelgan hozir qadar. Endi Zen Studio'niki tanishlarni tanishimiz oldingi mazmunlar bilan oxirlashdi. Endi ularni boshqa tanishadigan odatda tanishak yo'q. Başka yok. Başka qısırgan qısırım detallar nati köp. Men faqat 3 tallam qısırım detalını sözlep ötüp kettim. 3 talını qısırım detalını hazırca qaçlısanlımı buldu ve yoki qaçılmasanlım buldu. Çünkü bek intayin muhim deb hozirgi bizning mushu sharoitimizda bek muhim deb ketdik emas. Çünkü biz bek kodlarni yozganda shu o'ttir seviyadagi kodlarni yozishimiz mumkin. Ya'ni biz o'rganguvchi bo'lganimiz uchun avtomatik oldinda ko'rsatib bo'lmay o'zimiz qo'l silib birdan bas qilamiz yaxshiroq kodlarni. O'qimsak o'rganganimiz yaxshiroq. Chunki unda avtomatik ko'rsatib bersa, kodlarni o'zligidan to'liqlab bersa, bizning o'rganishimizga daxl etadi. Sizlar 3 qistirliklarni qashlasanlar bo'ldi, qashlamasanlar bo'ldi. Endi Zen Studio'niki tanishakları oldingi darsimiz biz deb o'tgandek asosiy jihatni oxirlashdi. Endi tanishaklarni qayta bir qator tanishab o'tirishning hojati yo'q. Bek tanishsa ekan shu oldingi soatlarda biz so'zlab o'tgandek tanishamiz. Endi biz uni xanzurchilashtirish kelsak, endi sizlar bek inglizcani ishlatib qoldim yoki kunamadim yoki xanzur yo'qmi desanglar, biz buni xanzurlashtirsak bo'ldi. Bu xanzurlashtirish yoki xanzurlashtirmaslik arasida o'zinglar o'ylanib yoki xanzurlashtirish yoki bo'ldi mushuni ishlativeray deb o'ylasanglar bo'ldi. Endi xanzurlashtirishning bunda ikki xil usul bor. Birisi bu xanzurchininki bir qancha bo'loq tamlangan, shu bo'loqni biz sinusini qashlagan mundarjiga bostirib qashlaymiz. Ikkinchisi esa eng oddiy usulda shu adres tamlangandek shu adresni ko'chirib yumshoq detalni qashlash degan bosqichlarni qashlaytish. Men buni ko'paytib olay. Ko'paytib olgandan keyin aprab yumshoq xalif yana yordam degan darajadan install new software yangi yumshoq detalni qachlash degan turni tanlaymiz. Har doim shunday qiladi. Biz 3 qistirma detalni shu xil usullarni qashildik. Xanzurlashtirishni shu xil ahvolda ilib beramiz. Yana xalif bizningki yordam degan tizimlikdan install new software ya'ni yangi yumshoq detalni qashlash degan turni chekamiz. Bundan chiqqan tizimlikdan dal shu adresga biz boya ilib men ko'rsatgan adres shu. Ana bu adres kelsak hemen mana internet o'tib bizday tekshirish boshlasin. Ana shu adresga kelsak bu bizningki Zen Studio 13.0.0 degan nashrga to'g'ri keladigan adres. Endi sizlar navada Zen Studio'ning 10 yoki 9 nashrini ishlatgan bo'lsanglar, o chog'da bu adres boshqacha bo'ladi. Shunga sizlar o'zinglar ishlatgan nashrdagi Zen Studio'niki xanzurlashtirish adresini torda izlab tepib shuni olib ko'rsatsanlar bo'ldi. Men Zen Studio 13 herkesga Zen Studio 13nikidan bilganman. Shuni sizlarga yo'llab beraman. Sizlar shuni ko'chirib olib chaplasanlar bo'ldi. Endi xanzurlashtirish bosqichida bir qadar murakkab ham saqlab qolamiz. Saqlash bir qadar uzun bo'lib ketadi. Men qadam bosqichidan ko'ksitman saqlagan yalni ilib etdim.
Sizlar yana ders o'ziganda qisqa turtda menikida bek uzoq vaqt ketdi deb xato tushirmay tashlab qo'yishni saqlab turinglar. İzlab qo'yishga bir qadar uzoqroq vaqt ketdi. Chiqqandan keyin mana bunday tizimga chiqdi. Bundan biz talaydiganimiz bo'lsa naqma shu Bible language text in Chinese simple. Merdeki yana simple degani oddiylashtirish xanzucha xat degan ma'noda. Ammo tegidagi tradition bo'lsa murakkab holatdagi xanzucha xat degan holatda biz shu simple faith yana oddiylashtirish xanzucha xat degan nusxasini mushun tanlaymiz. Esinglar bo'lsin Chinese simple faith yani shu oddiylashtirilgan xanzucha xat nusxasi degan mushun tanlagandan keyin next keyin qadamni bosib davomlashtiramiz. Keyin qadam bosgandan keyingi o'rlashtirish jarayoni boshqa yumshoq detallarni qachalash bilan o'pma o'xshash. Biroz faqat bizni biroz vaqt talab qildi. Men shu yerga yana qachalash adresini ikkini yozib qo'yay. Ikki listdan qaysi bo'lsa ikkilisini qaysi bo'lsa bularda adresning ikkisi bor. Ikkilisini navad ustidagi stoniyamsa astidagiga asligisini qachsanlar bo'ldi. Ya'ni xanzuchlashtirish adresidan men faqat ikkini tamlab qo'ydim. Bu bir adresi, bu bir adresi. Ikki adresdan asla qani ishlatsanlar bo'ldi. Ba'zi vaqtida ustidagini to'lamaslik va ba'zi vaqtda astidagini to'lamaslik va. Ammo ikkisini birini to'lamasa yana birini to'laydi. Ikki adresni tamlab qo'ydim. Shu ikki adresni o'zinglar xohlaganini ilib oliblar. Zen Studio'ni xanzuchlashtirish osanlar bo'ldi. Zen Studio'ni xanzuchlashtirish jarayoni faqat sizningki yarim soat vaqtingizni talab qildi xolos. Xanzuchlashtirish mushunchalik bo'ldi. Men xanzuchlashtirib bo'lgandan keyin sizlarga yana bir programmadan birini ijro qilib ko'rsatib qo'yay. Hamda bizningki 15-paragraf darsimiz, yani Zen Studio'ni xanzuchlashtirish darsi shu yerda oxirlashdi. Zen Studio'ni xanzuchlash bo'lsanglar bo'ldi yoki xanzuchlashtirmay ishlatsanlar bo'ldi. Ammo Zen Studio'ning shunday xanzuchlashtirish jarayoniga shunday bo'lganligini bilib qolsanglar. Darsimizning 16-paragrafi Zen Studio'da program ijro qilish. Biz oldingi soatimizda Zen Studio'ni xanzuchlashtirgan edik. Hamda biz shu xanzuchlashtirilgan muhitda yani program ijro qilish holatini so'zlab o'tmoqchi. Men shu inglizchani ishlatib edim. Xanzuchlashtirish yoki xanzuchlashtırmaslik sizlarningki o'zinglarningki ixtiyoringlarda bo'ldi. Men xanzuchlashtirmadim, ammo sizlar xanzuchlashtirgan bo'lsanglar programmadan birini yozib ijro qilib ko'rib boqsanglar bo'ladi. Biz Zen Studio o'rnishni xanzuchlashtıramiz, ammo xanzuchlashtırgan vaqtimi buningki 100% xanzuchlashib ketmaydi. Xanzuchlashtırılgan holatda yana balkim ba'zi bir gap so'zlari inglizchalar chiqishi mumkin. Shu holatda sizlar butunlay xanzuchlashmaga o'xshaydi yoki jarayon layoqatli bo'lmaga o'xshaydi deb gumonlanishingga hojat yo'q. Chunki bu yumshoq tilning o'zi 100% xanzuchlashtirilaydi yoki 100% xanzucha nusxasi chiqmaydi. Masalan, sizlar chiqqan vaqtlarsizmi bir qancha masalan project yoki search degandek ma'lumotlar bir qancha tizimliklar, undan keyin tizimliklar ichidagi bir qancha turlar xanzuchlashmay shu holatda chiqishi mumkin. Sizlar shunday holat chiqib qolsa to'g'ri insonlar bo'ldi. U odatdagi normal ahvol deb men demoqchi bo'ldim. Ya'ni sizlar xanzuchlashtirib bo'lgan holat ahvolida ma'lum bir program yozib ijro qilib ko'rib boqaylik. Ammo men yana inglizchalat qo'ydim. Sizlarniki navbat xanzuchalat bo'lib qolsa, yana qanday o'xshamasliklar bor, shuni ko'rib chiqish maqsadida programni birini yozib ijro qilib o'tsak bo'ladi. Meniki qattiq detalniki saptilnira bir qadar
bir qadar tuvan bo'lgan so'ramay qoldi. Biz o'sha yerga bir qancha programmani yozib ijro qilib ko'rsak bo'ldi. Bu bo'lsa hanzuchi yozilishi deb mana shunaqa yozib qo'yay. Mush programmani biz ijro qilib ko'rsak bo'ldi. Bu bo'lsa hanzuchi yozilishi deb pastga mana bizningki nimamiz chiqib qolibdi. Izohat jumlamiz. Izohat jumlasining nima deb chiqib qolganligini mana shu yerda biz tushuntirib o'tay. Bu bo'lsa PHP'ninki izohat jumlasi. Faqat va faqat PHP'ninki. PHP boshlandi. PHP bu yerga kelganda oxirlashdi. Demakchilik PHP kod mushat oxirlashdi. Ammo bu kod oxirlash bo'lgandan keyin biz buni PHP'ninki izohat jumlasi deb bu yerga yozib qo'ysak, bu to'lmaydi. Nima uchun to'lmaydi? PHP boshlandi oxirlashdi. Mush boshlagan oxirlangandan keyin ishidiksa PHP'ning kodida. Syntax bo'lsa HTML kodi. HTML kodi. Ya'ni hech qanday ashkartish bermay yozayotganimiz biz HTML kodi. Ya'ni mishiyatga meta charset UTF-8 deganimiz HTML kodi. Bu yerga yozganimiz HTML kodi. HTMLniki o'zgarishliq izohat jumlasi bor. U bir til o'zaldiga. Bu biz bu PHP'ninki izohat jumlasini aklab HTML qo'yib qo'ysak, albatta HTML to'lmaydi uni. HTMLniki kodi boshqacha bo'lg'achqa buni to'lma atab ketdi. Buni biz iletib turaylik. Demakchilik bizningki jumlamizningki ijro bo'lishi mana shundoq bo'ldi. Endi sizlarningki ko'rinmizlar hanzuchi bo'lg'achqa sizlar bir program yozib mashq qilib ko'rinmizlarga Zenstu'niki xizmat supusqayni kun o'langlar. Bu soatlik Zenstu'da program ijro qilish darsimiz mushiyat oxirlashdi. Darsimizninki 17-paragrafi Zenstu'niki temasini o'zgartirish. Endi bizniki temasini o'zgartirish deganda yana Zenstu'niki shu xizmat rayoniki shaklini o'zgartirish. Ya'ni biz temasi deganda hanzucha shundoq chuti deydi ekan. Shu naq shu chutisini o'zgartirish. Shuni ko'rsatadi. Endi biz PHP'ni ochadigan qurollardan PHP'lik programlarni ichishda qo'llangan, ya'ni yumshoq detallardan birinchisi Zenstudio. Biz buni nurg'unlagan PHP lik tor bekatlarni yasaydigan shirkatlarda, ya'ni kasbiy o'rinlarda ishlatiladi. Ikkinchisi esa Jammer. Bu hammaning tanishliq chunki jiq do'stlarimiz ASP.ni puxt ekan, HTML CSS o'rganib birini azirqabdir tor bekat asab puxt ekan. Ikkinchisi esa yana Jammer. Jammer yumshoq detallar. Uchinchisi esa Edit Plus bo'lsa shu PHP'lik ham C++lik ham Java'niki programlarni ochishda o'rtaq ishlatilgan bir qurol bo'lib chiqalaydigan yumshoq detallarning birisi. C++niki Edit Plus'niki eng muhim alohidaliklari bo'lsa kodlarni har xil rangli holatda ko'rsatish. Ham Jammerning alohidaligi bo'lsa 3 xil uslubda, ya'ni kod faqat kodlarni yozish uslubi, faqat layihalash uslubi, ham kodni yozib, ham bir tarafdan layihlaydigan 3 xil uslubda yozish uning alohidaligi. Undan boshqa kodlarni avtomatik ko'rsatadi. Zenstudioda biz o'zining unda ixtiyori yo'q, lekin Zenstudioga qistirma detallarni qashlash orqali har xil unumga, har xil ixtiyorga erishgili bo'ldi. Masalan, kodni avtomatik ko'rsatish, kodni avtomatik to'liqlash, JS kodlarini har xil rangli ko'rsatish, ya'nigidek ixtiyorlarga biz erisha olamiz. To'rtinchi yana
PHP'ni ishda qo'llangan yumshoq detallardan to'rtinchisi PHP Storm deb bir boshqa bir yumshoq detallar shu bo'la oladi. Endi hozir 5-inchisi bo'lsa, hozir oldingi, ya'ni oldingi sap yoki shu tor kirgish yuzlangan, ya'ni abonentlar kira oladigan betlarni ichishda oldingi sap deb qo'yamiz. Hanzurcha buni Chenduan aptgan. Chenduan deb oldingi tarafni. Bunun ochadigan yani yumshoq detal Sublime deb. Buningki eng zo'r alayligi Sublime Text. Buningki eng zo'r alayligi nima deganda, bu birisi team qo'llaydi, yani biz hozir deyotgandek Qt teamlarni qo'llaydi. Kodlarniki rangini har xil holatda o'zgartira oladi. Mush alaylik eng cho'ng. Yana birisi bo'lsa WebStorm. Buma PHP Storm bilan o'xshash degidek alayliklarga ega. Mushunaq 5-6 xil yumshoq detallar PHP-lik programlarni tuzishda ishlatildi. Buningdan bakroq oldingi sapni yozishda shu Sublime yoki PHP Storm yoki WebStorm deganliklar ko'plab ishlatildi. Nima ko'plab ishlatildi deganda, kodlarniki yozilish bir qadar ko'rkam, har xil rangli uslublarda yozilib bo'ldi. Ham ularningki ko'zni asrashda bir qadar foydasi ko'p. Shunga bular jiqqa ishlatilgan. Endi biz mushlatlik darsimizda Zen Studio'ga yani team qo'shish ustida to'xtalamiz. Team qo'shish uchun biz oldin Dark Theme deydigan shunday widgetni men tanlab beraman sizlarga. Mush widgetni QQ topimizni tushirgandan keyin sizlar shu widgetni oldin pressni men u widgetni tushirgandan keyin mush widget buni pressni yishimiz. Pressni yishgandek widget mavshu men ish bo'lg'achqa bu ko'rsatmadim. Buni ochgandan keyin ishida shunday chiqadi. Biz buni shunday holatga qo'yib Zen Studio'ni ochamiz. Ochgandan keyin bu tartiblar bunday bo'ldi. Oldin file widgetni import, ya'ni sizlar navbat xaslashtirgan bo'lsanglar file deganga Vingen widget deb chiqadi. Import bo'lsa Davro address degan ma'noda shu holat chiqadi. Undan biz keyin general, ya'ni umumiy ishlatuvchidan preference, yani xasni tanlaymiz. Masalan, tanlab kelganda file widgetdan import sizlarnikiga miyaga xaslashtirgan bo'lsanglar Davro deb chiqadi. Davro degani shu. Buni tanladik. Buni tanlagandan keyin general, yani umumiy ishlatuvchan. Bundan preference xaslik. Buni tanlagandan keyin next'dan keyin qadamni bosamiz. Keyin qadamni bosgandan keyin ishga widgetni bayaq widgetni biz ko'rsatib beramiz. Bayaq widgetni. Ya'ni kengaytirilgan nomi EFP bo'lgan iliq widget shu yerga Dark Theme deyilgan. Dark Theme deyilgan widgetning ichidagi kengaytirilgan nomi EFP bo'lgan widget shu. Mush widgetni biz ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib bergandan keyin finish oxirlashtirish degan knopkani biz oxirlashtiramiz. Endi qilaydigan bo'lsak, bizningki mavu timimiz, yani Qt timimiz buni ma holatda chiqdi. Albaburun chiqdi. Biz ma'yada xatolik ko'rindi. Nimishqa deganda izoh jumlasi qo'ymoqmiz. Izoh jumlasini qo'yibdi. Endi buni mavu metallida biz mushu timni ishlatish orqali qilaydigan bo'lsak, kodlarningki yozilish shaklimi o'zgargan. Ya'ni kodlarningki rangi o'zgargan demakchi. Kodlar eco ma'lumot chiqqan. Burun qalatlarda o'zgarish cho'ng burun qalatlar bilan. Hozir. Demak, ma'lum holatda kodlarningki yozilish timini biz tanlab chiqdik. Bu holatda ham bu nima foydasi bor deganda, ko'zni asrashga foydasi intayin cho'ng. Bizniki timini qachilishimiz muvaffaqiyat bo'ldi. Bu timini o'zlarini qachilab sinab baqsanglar bo'ldi. Buni eng cho'ng foydasi ko'zni asrashga intayin ko'p foydasi bor ekan.
temini qashlash darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz bu soatimizda temining uslublarini tanishib chiqaylik. Tanish uchun ko'znak, ko'zakdan xoslikdan yana general umumiy ishlatish. Buningdan endi qiladigan bo'lsak, appearance endi qiladigan bo'lsak, yakimshak bevositalarida dem deblam yozib buni tashirsak bo'ldi. Yakimshagi tarafdan dem deb yozsanglarmi bo'ladi. Endi bu yerdan dem deb chiqqanda bu yerda Windows deb ekan, biz bu yerdan har xil uslublarni, masalan, bu yerda Windowsdan dark degan bo'lsak, bu qora holatda bo'lib ketadi. Butunlay chiqqani, qo'lnish bosgandan keyin butunlay chiqadigan mush yuzning hammasi qora holatda, mush yuzning hammasi qora holatda. Shu yuzning hammasi qora holatda bo'ldi. Shu yuzning hammasi qora holatda bo'ldi. Avaytinqa maylar qara emasdi. Butunlay men ham yerni qara qilibman desam, shundaq usul orqali ham yerni qara qilib bo'ldi. Ham yerni qara qilib bo'ldi. Yani bu buningki bir ishlatilishi. Navaslar yani unda qilmaydi insonlar kirib yana biz Windows holatda, yana buningki dark qilmay Windows holatda qilib yana tanishib olsak bo'ldi. Yani men aslida mushning ishini ap qilib qolgandagi holatni ishlatmay chiqarsak bo'ldi. Yoki ishlatman desak, shu ishlatish qilmasatik bo'lgan dem tanlab, demdan biz bayağı dark mushuni tanlab, undan bizningki tema qismimizga kiradigan gap. Temamiz. Mana bu men yozgan kodlar. Kodningki rangi o'zgardi. Hatto chiroyli chiqdi. Bu bizningki ko'zimizni asrashga foydali. Mana qilsak bir qator ko'rkam turtgan, chiroyli turtgan. Bu temani amaldan qoldirish va belgilash bo'ldi. Mush temani sizlar imkon bor ishlatib bir sinab qilib qo'yinglar. Bizningki 18 paragraf darsimizda program Zen Student bayinib programlarni ijro qilish. Zen Student'ga biz o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Endi shu programlarni men ijro qilib o'tay. Buningda men yana bossam har xil masalan koddan avtomatik ko'chish unumga erishibman. Men buni bosgandan keyin bu yerga men yakında deb yozib qo'yay. Yozib uni jumlani oxirlashtirish belgisini qo'yib o'tdim. Qo'yayotgandan keyin buni bir saqlab ijro qilib o'tay. Bu ijro qilib chiqdi. Endi bizningki Zen Student'ga tanishaklarni tanishimiz. Shu butun bir 4-babda biz Zen Student'ga to'xtaldik. To'xtalganda Zen Student'ga eng oddiy bo'lgan tanishaklarni tanishish. Yani Zen Student'ga tur hujjatlarninki tur yoki PHP'lik hujjatlarninki ismlarini o'zgartirish, turishni yangilash, Zen Student'ga kodlarninki xat uslubini, xatning rasmlarining cho'ngchiligini tanishish qatorliq kichik va bir qancha qistirma detalni qashlash orqali har xil ixtiyorlarga erishish qatorliq darslarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizning Zen Studio haqida to'xtalishimiz mush yergacha bo'ldi. Zen Studio haqida tushunmagan mazmunlar bo'lsa, to'pga kirib to'p so'rasanglar bo'ldi. 4-bob Zen Studio haqidagi darsimiz mush yerda rasmiy oxirlashdi.